Videoroligimizda pro igroklarning siz bilmaydigan sekretlarini ko'rib chiqamiz. Hammaga assalomu alaykum. Sizlar bilan sizlar uchun qiziqarli va maksimal tarzda foydali kontent qiladigan Avokadro. Do'stlar, o'tgan safargi videoroligimda sizlardan 3 kun ichida 300 ta like so'ragandim, lekin sizlar aktivda passionli va вообще bomba qilgansizlar. Va natijada men so'ragan like'lar soni 3 kun emas, balki 1 kun ichida buklab tashlagansizlar. Bundan tashqari kommentariyalarda shunaqangi chiroyli otizlar, shunaqangi chiroyli kommentlar bo'lgan. Xullas, bunaqangi podдержкani ko'rgandan keyin YouTube'ga kontentni kuchaytirish va ko'paytirish kerakligini tushunish qiyin emas. Videoni boshlashni cho'zib o'tirmayman. Shunchaki O'zbekistonda sifatli, foydali va qiziqarli kontent ko'payishi uchun bir dona podpiskasidan qo'llab-quvvatlang. Sizdan podpiska bilan podдержка, mendan maksimal tarzda foydali va qiziqarli videolar. Do'stlar, bugungi videoroligimizda pro igrok kabi o'ynashingiz uchun sizga kerak bo'ladigan top 3 ta faktorni ko'rib chiqamiz. Ularning eng birinchisi va eng muhimi o'yinni tushunish. Bu degani qaysi knopkada otadi, qaysinisida yuradi, qaysinida o'qiydi, qaysinida qurollashtiradi degani emas. Balki o'yinning mexanikasi, personajingiz harakatlari, nijniy bo'yida qanaqa orужие sizga effektivroq xizmat qiladi, dalniy bo'yida qanaqa orужие sizga effektivroq xizmat qiladi, qanaqa holatlarda granatalardan foydalanish kerak. Yana ham tushunarliroq va jaydari qilib aytadigan bo'lsak, bu o'yindagi opit. Opit bo'lsa vaqt o'tishi bilan sekin-sekin kelib yig'iladigan narsa. Ana endi quyidagilarni o'zlashtirib olganingizdan keyin pro igrok bo'lishingiz uchun ikkinchi muhim faktor kuch bermaslik va skill. Nimaga bu ikkalasini qo'shib aytganimni hozir tushuntirib beraman. Aytaylik, siz eng zo'r o'yinchi bo'lsangiz ham, to'ralasi hachabi 2 tadan o'q otgan taqdirda ham sizni ketishadi. Ну, a если dushmanga o'zingizni tuttirib qo'ymasdan, xolos sizdagi narsalar va landshaftdan, ya'ni qo'lingizdagi orужие, granatalaringiz va turgan joyingiz, devor, eshik, to'siqlardan to'g'ri foydalana olsangiz, yana ham soddaroq qilib aytadigan bo'lsam, aql bilan o'ynasangiz, o'sha to'ralasini ham o'zingiz yopib olishingiz mumkin. Ana endi skillga keladigan bo'lsa, menimcha hech kim dushmanga to'g'ri mo'ljallab, to'g'ri ota olmaydigan pro igrokni ko'rmagan bo'lsa kerak. Kulgiliga. O'yinda o'ynash qobiliyatlaringiz, ya'ni to'g'ri otishish, to'g'ri mo'ljallash, xullas hamma shunaqa narsalaringizni poligonda bir kunda 20-25 minut trenirovka qilib oshirsangiz bo'ladi. Bu mavzuda alohida videoroliklar tayyorlaganman. Ularni o'ng tarafda tepa burchakda podskaskalar bo'limidan topishingiz mumkin. Qo'shimcha qilib shu narsani aytishim kerak. Sizga yoqadigan kumiringiz, pro igrokingiz qanaqa raskladga, qanaqa chustvotilingizda o'ynasa, siz ham shuni qo'ysangiz pro bo'lasiz degani emas. Va navbatdagi 3-faktorimiz bu dushmandan ayyorroq va aqlliroq bo'lishingiz kerak. Siz hozir qayerda turganingizni, siz turgan joylarda, zdaniyalarni hammasini 5 qo'lingizda bilishingiz kerak degan. Qaysi zdaniyani qanaqa joylarda dushmanni kutib olsangiz bo'ladi, qanaqa joylarda fokusdan chiqib qolsangiz bo'ladi, qanaqa joylarda siz rash qilayotgan dushman kutib olishi mumkin. Xullas, hammasini eslab, yodlab qolishingiz kerak bo'ladi. Oddiy bitta misol, pachinkidan shkolaga bo'lgan yo'lda eslab ko'ring va xayolan o'sha yo'lda yurib ko'ring. Undan keyin realni o'yinning ichida ham yurib ko'ring. Nima narsani esdan chiqardingiz, nima narsa xayoldan ko'tarilgan, hammasini ko'rib, eslab, yodlab qolishga harakat qiling. Va shu asnoda har xil zdaniyalar, uylar, joylar, zaborli joylar, tashlandiq binolar, hammasini yodlab qolishga harakat qiling. Ana endi videoroligimiz quruq gapdan iborat bo'lib qolmasligi uchun sizlarga 1-2 ta lifehacklarni ko'rsatib o'tib ketaman va ular albatta quyida aytgan 3 ta faktorimizga bemalol mos kelishi mumkin. Poligonga kirib, iloji boricha shunaqa joylarda ko'proq pik qilib trenirovka qilishingizni maslahat berardim, chunki bu dushmanga otishga qiyin joylar. Lekin sizga bo'lsa dushman shunchaki full opendagi ochiq o'lja. Hozirgi holatda tutqish bermaslik va landshaftdan to'g'ri foydalanishga kirgizsak bo'ladi. Xuddi shu holatimizga yana bitta misol. Videoni boshidagi mana holat bo'lsa, berilgan to'siqlardan to'g'ri foydalanishga hisoblasak bo'ladi. Bu yerda foydalanilgan to'siq mana shu yashik bo'ladi. Bu holatda bo'lsa, dushmanlarda sherigim chalg'itadi va men ular kutmagan joydan otib qolaman, fokusdan. Buni dushmanlardan ayyorroq bo'lish, aqlliroq bo'lish va zdaniyalarni yaxshi bilishga, kartadagi joylarni yaxshi bilishga kiritsak bo'ladi. Do'stlar, sizlar bilan ulashmoqchi bo'lgan ma'lumotlarim hozircha shular edi. O'ylaymanki, video kimgadir yoqdi va kimgadir foydali bo'ldi. Agarda videoim kimgadir yoqqan bo'lsa yoki kimga
kimgadir foydali bo'lgan bo'lsa, kommentariyada bemalol o'z fikrlaringizni qoldirishingiz mumkin. Men albatta har bittasini o'qib chiqaman. Agarda videoyimdan bittagina narsa bo'lsa ham o'rgangan bo'lsangiz, men xursandman. Mana endi o'rtoqlar, kelinglar maksimal tarzda podдержка qilamiz. O'tgan safargi video roligimda 3 kun ichida 300 ta like so'raganimda sizlar aktivni yorvordinglar, demak sizlardan ko'pini kutsa bo'ladi. Kelinglar, shuning uchun shu video roligimizda 3 kun ichida 600 ta like qilamiz. Sizlardan podдержка, mendan bo'lsa qiziqarli va maksimal tarzda foydali videoroliklar. Joninglar sog' bo'lsin, o'zinglarni ehtiyot qilinglar.